Bugungi suhbatimiz ustoz Bobur Musoboyev bilan bo'ladi. Bobur Musoboyev o'zi kim? Xitoydan yuk olib kelib, O'zbekiston bo'yicha dilerlarga tarqatish. San akademiyasi bu xolding darajasiga chiqqan. Hamma qilayotgan xizmatlari bu tadbirkorlarni rivojlantirishga qaratilgan. Bo'lsa juda ko'p tadbirkorlarda ishonchsizlik ham paydo bo'lgan. Bir tomon sahnada kimdir dars o'tayotgan bo'lsa, u motivator degan tushuncha paydo bo'lib qolgan. ilm beradigan motivatorning farqi Katta bir pullarni miyasiga sig'dira olmaganlarga motivatsiya beriladi. qiyin bo'ladi, lekin natijali bo'ladi degan narsani va'da bera olamiz. Shu likkillab o'ynaydigan tiktokerlardan yaxshi baribir motivatorlar. Treninglarga yoki kurslarga borganlar ham o'zini biznes natija ko'ra olmayotgan joylari bor. Originalini ham shu soxta deb o'ylab qolasiz. Probkani bilish kerak. Biznesda har doim probka bo'ladi. Hamma bo'limni tizimlashtirishga HR mas'ul. HR bo'limi javobgar hisoblanadi. Vahshiy oddiy narsa qilinadi. Maqsad individualniy xizmatini sotish uchun shunaqa qiladi. Mayli, 100 ming dollar bersangiz qilib beraman deydi. Qilolmaysan biz deydigan narsa emas. Har doim biznesmenning bitta komandasi bo'lishi kerak. Top komandasi. E'tiboringiz uchun hammangizga katta rahmat.